Katalizatorni almashtirish ish haqini hisobga olgan holda juda qimmatga tushishi mumkin. Ford F250 yoki BMW 5 kabi ba'zi avtomobillarda hisob-kitob juda yuqori bo'lishi mumkin. Bu xato emas. Oddiy egzoz tizimi qismi uchun bir necha ming dollar. Ko'pgina mexaniklar sizga ifloslangan katalizatorni tozalab bo'lmasligini, uni yechib tashlab, yangisiga almashtirish kerakligini aytishadi. Lekin ta'minlash ustaxonasini boshqaradigan bir mexanik yillar davomida butunlay boshqacha yondashuvni o'rgatib kelmoqda. Hech qanday asbob-uskuna, mexanika bo'yicha bilim talab qilmaydigan va atiga bir mahal ovqat narxiga tushadigan 20 daqiqalik usul. Bu dunyodagi barcha katalizatorlarni qutqarib qolmaydi. Lekin hozirda uglerod qoldiqlari bilan tiqilib qolgan katalizatorlardan aziyat chekayotgan millionlab avtomobillar uchun bu usul egalariga juda qimmat ta'mirlash ishlaridan qochishga yordam berdi. Va buning ortidagi ilmiy mantiq haqiqatan ham o'zini oqlaydi. Mana bu qanday ishlashi, nima uchun ishlashi va eng muhimi, qachon ishlamasligi haqida batafsil, chunki bu qism ham xuddi shunchalik muhim. Keling, katalizator tiqilib qolganda uning ichida aslida nimalar sodir bo'lishini tushunib olishdan boshlaymiz. Katalizator dvigatel va shovqin so'ndirgich glushtel o'rtasidagi egzoz tizimida joylashgan. Uning ichida platina, palladiy va rodiy kabi qimmatbaho metallar bilan qoplangan keramik asalari uyasi shaklidagi tuzilma mavjud. Bu metallar kimyoviy reaksiyani ishga tushiradi. U uglerod oksidi, azot oksidlari va yonmagan uglevodorodlar kabi zaharli egzoz gazlarini karbonat angidrid, suv bugi va azot kabi kamroq zararli moddalarga aylantiradi. Bu asalari uyasi shaklidagi tuzilma juda kichik joyda jamlangan ulkan aloqa yuzasini ta'minlaydi. U toza bo'lganda gazlar erkin aylanadi va kimyoviy konversiya samarali amalga oshiriladi. Ammo vaqt o'tishi bilan uglerod, kuyik, yog' qoldiqlari va yonmagan yoqilg'i chokindilari bu asalari uyasi shaklidagi tuzilmani ifloslantiradi. Otish yo'llari torayadi, egzoz gazlari oqimi esa toshqinlikka uchraydi. Dvigatel ost tutunidan bo'gila boshlaydi. Alomatlarni e'tiborsiz qoldirish qiyin. Dvigatel chirogi yonadi, odatda 0420 kodi bilan. Bu katalizatorning past samaradorligidan dalolat beradi. Tezlanish pasayadi, yoqilg'i sarfi esa keskin oshib ketadi. Egzoz trubasidan chirigan tuxum hidi kelishi mumkin. Bu togri qayta ishlanmagan oltingi gut hisoblanadi. Eng og'ir holatlarda mashina zo'rga ishlaydi, chunki egzoz gazlarining qarshi bosimi shunchalik yuqoriki, dvigatel nafas ololmay qoladi. Tekshirishning oddiy usuli: kimdandir dvigatel aylanish tezligini oshirishni so'rang va shu vaqtda qo'lingizni egzoz trubasiga yaqinlashtiring. Sog'lom egzoz tizimi bir tekis va kuchli pulsatsiyani hosil qiladi. Tiqilib qolgan katalizator faqat kuchsiz, deyarli bo'gilib qolgan nafas chiqaradi. Mexanik buni qarshi bosim manometri yordamida tasdiqlashi mumkin. Daqiqasiga 2500 aylanish tezligida butun ondan 2 bardan yuqori qiymat odatda tiqilib qolganligini bildiradi. Ko'pchilik bu alomatlarni ko'rib vahimaga tushadi va dilerlik markazida juda qimmat hisob-kitobga duch keladi. Yuqori toifali avtomobil yoki tijorat transport vositasida bu xarajat juda katta summagacha yetib borishi mumkin. Mana shu yerda hayratlanarli darajada oddiy usul yordamga keladi. Avtoservis boshqaradigan va eng yirik avtomobil platformalaridan biri uchun maqolalar yozadigan avtomobil eksperti almashtirish haqida o'ylashdan oldin uzoq vaqtdan beri 2 bosqichli yondashuvni tavsiya qilib keladi. Birinchi qadam, yonilg'i baki chorak qismigacha qolganida unga katalizator tozalovchi vositani qo'ying. Ikkinchi qadam, avtomagistralda taxminan 20 daqiqa davomida dvigatelning yuqori va barqaror aylanish tezligida yuring. Hammasi shu. Domkrat kerak emas, kalit kerak emas, mashina ostiga kirishning ham hojati yo'q. Quyasiz, haydaysiz, ish bitdi. Lekin mana bu ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan muhim jihat. Gap faqat tozalovchi vositada emas, gap issiqlikda. Katalizator 430 dan 1000 daraja Selsigacha bo'lgan haroratda eng samarali ishlaydi. Bu juda ham issiq. Muammo shundaki, aksariyat haydovchilar dvigatelni bu haroratga yetkazish uchun hech qachon yetarlicha bosmaydilar. Ular shaharda qisqa masofalarga qatnaydilar, tirbandliklarda qolib ketadilar, dvigatelni bo'sh holatda ishlatadilar. Katalizator asta-sekin to'planib borayotgan uglerodni yoqib yuborish uchun zarur bo'lgan haroratga hech qachon yetib bormaydi. Bu xuddi o'zini tozalaydigan pechga ega bo'lib, lekin tozalash siklini hech qachon ishga tushirmaslikka o'xshaydi. Agar siz avtomagistralda 20 daqiqa davomida dvigatelni 2,5 dan 3000 aylanish tezligida barqaror haydasangiz, chiqindi gazlar haroratini ushbu uglerod qatlamlarini yoqib yuborish uchun yetarlicha yuqori darajaga ko'targan bo'lasiz. Bakka quygan tozalovchi vositangiz benzin bilan aralashib, yonish jarayonidan o'tdi va hozirda chiqindi tizimi bo'ylab uglerod qatlamlarini eritish uchun maxsus ishlab chiqilgan kislotali birikmalar va sanoat darajasidagi erituvchilarni o'z ichiga olgan kimyoviy buk ko'rinishida aylanmoqda. Haddan tashqari yuqori harorat va kimyoviy ta'sirning uyg'unligi ushbu usullarning hech biri yolg'iz o'zi erisha olmaydigan 2 barobar kuchli ta'sirni yaratadi.
Mexaniklar bu tamoyilni italyancha sozlash deb atashadi. Bu italyan sport avtomobillari egalari oz dvigatellarni tabiiy ravishda yuqori aylanish tezligida ushlab turishlari va shu tariqa beixtiyor chiqindi tizimini tozalab borishlari g'oyasiga ishora qiladi. Ammo bu yondashuv kimyoviy komponentni ham qo'shadi. Bu esa uni sezilarli darajada samaraliroq qiladi. Bu usul tizimning puxta oylangan va shunchaki muammoga issiqlik yuborishdan ko'ra, uning tub sababini bartaraf etishga qaratilgan. Endi tozalovchi vositani tanlash haqida gaplashamiz. Eng mashhuri Tatakian, u ekologik standartlar tomonidan tasdiqlangan va juda hamyonbop narxda sotiladi. Bu patentlangan formula bo'lib, yonish jarayonida kislotali buk hosil qiladi va u katalizatorning chuqurchalaridagi, lamda zontlardagi va ega klapandagi uglerod qatlamlarini maxsus nishonga oladi. Ishlab chiqaruvchining ta'kidlashicha, u uglevodorod chiqindilarini 50% gacha kamaytirishi mumkin. Siz flakonning taxminan 16 dan 1 qismini chorak bak yoqilgiga, ya'ni taxminan 15 litrga qo'shasiz. Keyin bakni sifatli yoqilgi bilan to'ldirasiz va avtomagistralga chiqasiz. Boshqa mashhur mahsulotlar qatoriga Risnon Tat Template, Liku Moli Totalitet System Cleaner yoki Chevron techiron kiradi. Oxirgisi poliferamid yoki P deb ataladigan kuchli yuvish vositasidan foydalanadi. Bu yoqilgi tizimi uchun eng samarali tozalash vositalaridan biridir. Ushbu mahsulotlar odatda almashtirish narxining kichik bir qismini tashkil qiladi. Bir Lexus egasi o'zining 2008-yilgi 420 ming kilometr yurgan modelida Tatatian ishlatganini hujjatlashtirgan va u texnik ko'rikdan muvaffaqiyatli o'tgan. Shu bilan birga haydash qulayligi yaxshilanganini ham qayd etgan. Yana bir Lexus 330 egasi har 8 ming kilometrda bitta flakon ishlatgan va nosoz katalizatorni 465 ming kilometrda almashtirishdan oldin yana 65 ming kilometr davomida ishchi holatda saqlab qolgan. Azimas xarajat evaziga yillar davomida xizmat qilish. Bir pikap egasi bitta muolajadan va 20 daqiqalik avtomagistralda yurishdan so'ng uning P420 xatolik kodi yo'qolganini ma'lum qildi. Yirik avtomobil forumlaridagi ko'plab egalar muolajadan so'ng 1-2 kun ichida dvigatelning nosozlik chirogi ochganini xabar qilishmoqda. Endi esa hech kim gapirishni istamaydigan qism. Bu usul ish bermaydigan holatlar. Bu borada halol bo'lish juda muhim, chunki shunday vaziyatlar borki, qancha tozalovchi vosita ishlatmang yoki avtomagistralda qancha yurmang, katalizatoringizni qutqarib qololmaysiz. Agar ichidagi keramik asalari uyasi shaklidagi qism jismonan erib ketgan yoki ozoziga yopishib qolgan bo'lsa, tozalash hech qanday foyda bermaydi. Bu dvigatelda jiddiy uzilishlar borganda yoki uzoq vaqt davomida juda boy aralashmada ishlaganda sodir bo'ladi. Bunda xom yoqilgi katalizatorga yuboriladi va u yerda yonib, keramika bardosh bera oladigan haroratdan ancha yuqori haroratni hosil qiladi. Masalari uyasi shaklidagi qism tom ma'noda erib, zich massaga aylanadi. Hech qanday kimyoviy modda buni eritib yubora olmaydi. Agar ichki substrat yorilgan yoki singan bo'lsa, ayniqsa sovuq dvigatelni o't oldirganda yoki katalizator korpusini taqillatib ko'rganingizda, mashina ostidan xarakterli taqillash ovozini eshitasiz. Bu bo'laklar joyidan qo'zg'alib, yanada kattaroq to'siqlarni hosil qilishi mumkin. Buning uchun oddiy bir sinov usuli mavjud. Katalizatorni qo'lingiz bilan sekin urib ko'ring. Agar ichkarida xuddi shaqildoq kabi biror narsa qimirlayotganini eshitsangiz, tozalash hech narsani hal qilmaydi. Uni almashtirishingiz kerak bo'ladi. Agar dvigatelingizda moyni yoqib yuboradigan eskirgan halqalar, sovutish suyuqligini o'tkazib yuboradigan teshilgan silindr boshi qistirmasi yoki bort kompyuteriga noto'g'ri ma'lumot yuboradigan nosoz lamda zontlari kabi yashirin muammolar bo'lsa, katalizatorni tozalash xuddi jomrak ochiq turganda yerni artish bilan barobar. Siz vaqtincha yengillikka erishasiz, ammo muammo manbasi bartaraf etilmagani uchun ifloslanish tez orada qaytib keladi. Avvalo muammoni oz-ozagidan hal qilishdan boshlang. Professional mexaniklar bu usul uglerod qoldiqlari bilan qisman tiqilib qolgan katalizatorlarda eng yaxshi natija berishini tasdiqlashadi. Aytmoqchi, bu eng ko'p uchraydigan holatdir. Shahar sharoitida doim ehtiyot qilib haydalgan, qisqa masofalarga qatnalgan va dvigateli hech qachon ochiq yo'lda to'liq quvvat bilan ishlatilmagan mashina. Bunday turdagi avtomobillar ushbu usul uchun ideal nomzod hisoblanadi. Va rostini aytsam, bu hozirgi kunda yo'llardagi millionlab avtomobillarning holatini tasvirlaydi. Yuqori aylanish tezligida uzoq vaqt haydash samaradorligining ilmiy mantiqi oddiy, termodinamika. Dvigatelni yuklama ostida yuqori aylanish tezligida ushlab tursangiz, ko'proq yoqilgi yonadi, ko'proq chiqindi gazlari hosil bo'ladi va butun egzoz tizimi harorati keskin ko'tariladi. Ushbu yuqori haroratlarda uglerod qatlamlari oksidlanadi. Ular yonib ketadi va egzoz trubasi orqali zararsiz gaz ko'rinishda chiqib ketadi. Katalizator o'z-o'zini tozalash harorati deb atash mumkin bo'lgan darajaga yetadi. Bu dizel avtomobillardagi zarrachalar filtrini regeneratsiya qilish sikllari bilan bir xil prinsip. Tizim to'plangan kuyikni yoqib yuborish uchun ataylab qizdiriladi. Mana buni bugunoq amalda qo'llashingiz uchun bosqichma-bosqich usul.
Yoqilgi bagingiz sigimining chorak qismida, ya'ni taxminan 15 litr ekanligiga ishonch hosil qiling. Katalizator tozalagichning butun flakonini bakka qo'ying. Agar foydalanish qo'llanmasida tavsiya etilgan bo'lsa, bakni sifatli yoqilgi, ya'ni super yoqilgi bilan to'ldiring. Tezlikni barqaror ushlab turishingiz mumkin bo'lgan tezurar yo'l yoki avtomagistralga chiqing. Dvigatel aylanish tezligini kamida 20 daqiqa davomida 2500 dan 3000 aylanish daqiqagacha ushlab turing. Ba'zi mexaniklar tezlik cheklovlaridan oshib ketmasdan, yuqoriroq aylanish tezligini saqlab qolish uchun bir pogona pastroq uzatmaga otishni tavsiya qiladilar. Ushbu 20 daqiqadan so'ng odatdagi haydash rejimiga qayting va bakni to'liq to'ldiring. Agar sizda opt 2 kod o'quvchi qurilmasi bo'lsa, ishlov berilgandan so'ng kodlaringizni o'chirib tashlang va ularning qaytib kelishini kuzating. Profilaktika chorasi sifatida mexaniklar ushbu operatsiyani har 3-4 oyda yoki har 8000 kilometrda takrorlashni tavsiya qiladilar. Ayniqsa, agar siz asosan shaharda yursangiz. Oylik avtomagistralda barqaror tezlikda sayohat qilish boshidanoq uglerod to'planishining oldini olishi mumkin. Buni egzoz tizimingiz uchun mashq deb o'ylang. Avtomobillar butun umrini tirbandliklarda sekin yurib o'tkazish uchun loyihalashtirilmagan. Ularga nafas olish kerak va siz ularga aynan shunday imkoniyat berasiz. Usul samaradorligini oshirish uchun yana bir nechta qo'shimcha maslahatlar. Avvalo, ishni boshlashdan oldin dvigatelingiz yaxshi holatda ekanligini tekshirib oling. Chamlar ifloslanmaganiga, havo filtri tiqilib qolmaganiga va lamda zontlaringiz to'g'ri ishlayotganiga ishonch hosil qiling. Uzilishlar bilan ishlaydigan dvigatel katalizatorga ham yoqilgini yuboradi va muammoni hal qilish o'rniga uni yanada og'irlashtiradi. Keyin esa sifatli yoqilgidan foydalaning. Agar siz eng arzon benzin bilan yursangiz, hech bo'lmaganda bir necha marta to'ldirish uchun yuqori sifatli brendga o'ting. Yuqori sifatli yoqilgilar yoqilgi tizimi va egzoz tizimini toza saqlashga yordam beradigan yuvuvchi qo'shimchalarni o'z ichiga oladi. Nihoyat ishlov berish jarayonida yoki undan keyin egzozdan kuchliroq hid kelsa, xavotirlanmang. Bu hid tizimdan chiqib ketayotgan va yonayotgan uglerod qoldiqlaridan keladi. Aslida bu jarayon ishlayotganining belgisidir. Yana bir muhim jihatni ta'kidlash kerak. Katalizatoringiz tarkibidagi qimmatbaho metallar, platina, palladiy va rodiy haqiqatan ham qimmatbaho hisoblanadi. So'nggi yillarda rodiy g'ayrioddiy darajada qimmatlashdi. Shu sababli katalizator og'irligi haqiqiy muammoga aylandi. O'g'rilar akkumulyatorli arra bilan mashinangiz tagiga kirib, 2 daqiqadan kamroq vaqt ichida katalizatorni o'g'irlab ketishadi. O'g'irlikdan keyin uni almashtirish avtomobil turiga qarab juda qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun mavjud katalizatoringizni imkon qadar uzoqroq saqlash nafaqat ta'mirlash xarajatlaridan qochishga yordam beradi. Bu tom ma'noda qimmatbaho metallarga teng bo'lgan qismni himoya qilishdir. Xulosa oddiy, katalizatoringizni qimmatga almashtirishdan oldin oddiy katalizator tozalagichni sinab ko'ring. Bu ko'pchilik eshitmagan eng oddiy avtomobilga texnik xizmat ko'rsatish usuli bo'lib, u yillar davomida haydovchilarga sezilmaydigan tarzda pul tejashga yordam berib kelmoqda. Agar katalizator shunchaki uglerod bilan tiqilib qolgan bo'lsa, bu muammoni hal qilish ehtimoli juda yuqori. Agar bu yordam bermasa, siz juda qimmat ta'mirlash ishiga emas, balki faqat ozgina pul va 20 daqiqa vaqtingizni sarflagan bo'lasiz xolos.